Bugun sizlar bilan ulitkalar turlari haqida gaplashamiz. Qo'limda ko'rib turganlari Achatina follicle albinos turiga kiradi. Ya'ni tanasi oppoq bo'lgani uchun Achatina follicle albinos deb ataladi. Ikkinchi turi esa Achatina radashka albinosdir. Radashkalarning toshi shunaqangi sariq juda ham chiroyli bo'ladi va shuning uchun bular Achatina radashka albinoslar deb ataladi. Bularning Achatina radashka standartlari ham bo'ladi. Va uchinchisi Achatina nefrit albinoslar. Bular juda ham kamyob turiga kiradi va toshlari shunaqangi chiroyli bo'ladi, yaltirab turadigan va bular odatda 12-13 cm gacha o'sishadi. Keyingisi ko'rib turganlari Achatina standartlarga kiradi. Achatina standart deyishiga sabab tanasi qop-qora bo'lgani uchun bular Achatina standart ulitkalar deb ataladi. Bular juda ham tez tuxumga kiradi. Ko'rib turgan qo'limdagi balajasi hozir 5000 so'mdan sotuvda bir olishinglar mumkin. Hamda reticulata standart albinoslar, bularning toshlari juda ham chiroyli bo'ladi ko'rib turganlaringdek va bular sal kechroq tuxumga kiradi. Ya'ni 12-13 cm dan boshlab tuxumlashni boshlashadi. Buni ikkinchi turi ham bor. Achatina reticulata albinoslar. Bularning tanasi oq bo'lganligi uchun Achatina reticulata albinos deb ataladi. Juda ham chiroyli ulitka, to'g'rimi? Va oxirgisi bu panterka turi. Achatina panterkalar ham noyob turiga kiradi. Achatina panterkani boshqa ulitkalardan turi, shunday ulitkani olib yonaq qismini ushlashingiz bilan qizarib ketadi. Shuning uchun bular Achatina panterka deb ataladi. Tashqi tarafi esa shunaqangi juda ham chiroyli jip-jigarrang bo'ladi.